Hammaga salom bo'ldi. Sizlar bilan men Muhammad Mirzo. Sizlar yangi videoni ko'rib turganimdan xursandman. Bugungi videomizda men o'zimni uyimni birozginaga bo'lsa ham yangilamoqchiman. Shuning uchun biz hozir borib daraxt berib kelamiz. Mana shu yerlarini chiqotlashtirish niyatim mana shu uyni. Hozir biroz daraxt terib kelish niyatim bor. Uyimni yangilaymiz davay. Hozir men nimaga ana shu daraxtni sindirishlarga endi keldim. Hozirda birga sindirib olib, keyin uyimni qurishga ketamiz. Davay bo'ldi. Menga mana shu daraxtdan to'tagan o'rtalar sondiq. O'rtalar qishloqdan unchalik uzoqqa ketmadim, lekin men hozir bu yerdan sondiq topib oldim. Lekin ana shu sondiqda ichida borligini nimaligini bilmayman. Davay ochib ko'ramiz hozir. Davay bu yerda ana shunday xarita bor ekan. Bu yerda qishlog'im xaritasi ekan. Nima qilaman bilmayman. Oddiy daraxtlarim chopib qishlog'im xaritasi bor ekan. Oddiygina qishlog'im xaritasi bor ekan. Mana shu 7 ta daraxtlardan 14 tasi ketadi. Oddiygina qishlog'im xaritasini ham olib oldim. Hozir bizdagi mana oddiy qishloq xaritasini nima qilamanmi? Haligida uncha ko'ra olmadim. Qishlog'im hozir. Mana bu yerda katta ochiqlik bor ekan. Nima bor? Qaranglar, ana bu yerda qandaydir uyga o'xshagan joy bor ekan. O'rtoqlar hozir borib ko'ramizmi? Davay borib ko'raylik o'rtoqlar. Nima deysizlar? Davay borib ko'ramiz. Davay o'zimiz borib ko'ramiz. Hozir men bir mana narsalarni uyga qo'yib chiqdim. Keyin boramiz. Kerak bo'ladi. Salom qishloq, qalaysan? Yaxshi, nima ekan? Yaxshi, nima edi salom? Men-da hozir senga ko'rda bir narsa ko'rsataman. Qara, men xarita topib oldim. Voy, vashing to'g'ri-ku, qayerga ketyapsan hozir? Men hozir mana shu xaritadagi bir uyni oldiga boryapman. Ha, mayli, yaxshi bor. Ha, mayli, qishloqqa mayli. Bo'pti. O'rtoqlar hozir qishloqlar bilan salom alaykum qilib, hozir yo'lga chiqyapman. Menimcha hozir borib qolsam kerak, xaritaga bir marta qarab qo'ysak. Mayli, biroz yaqin qolib turmaydi. Sekinroq borib ko'raveramiz. Shu yerdan to'g'riga yurib, va endi chapga yurar edik. Tak, o'rtoqlar hozir men bu yerdan juda uzoqroqqa, qishlog'imdan juda uzoqqa ketdim. Menimcha ko'rmay ham qolgandir. Endi xaritaga qaraymiz. Yo'lda mana shu yerdan burillar ekanmiz, yurar ekanmiz. Va bu yerdan o'rtoqlar mana shu yerda bor ekan. Yo, o'rtoqlar nima bu? Nima ekan bu? Davay ichini ochib ko'ramiz hozir. Endi o'sha bilib turib ketga olgan ekanman. Bu yerda o'rtoqlar mashina. Voy, o'rtoqlar mashina. O'rtoqlar, men mashina topib oldim. Davay bir yo'l ochaylik, hamma yo'lni ochaylik davay. O'rtoqlar, bu yerda sandiq ham bor ekan hozir. Mashinani qilib, tushdan oldin sandiqni ko'raylik. Bu yerda ikkita bor ekan. Davay ko'ramiz. Agarda bu mashinani topib olgan bo'lsang, bu mashina senga va bu mashina hech qanday la'natlanmagan. La'natlanmagan? O'rtoqlar, mana shu joyda men juda hayron qoldim. La'natlanmagan. Nega la'natlansin bu mashina? Negaligini bilmadim. Endi mashinani bir marta meni ko'rish kerak. O'rtoqlar, mana mashina BMW o'rtoqlar. Bu vashtiy zo'r mashina ekan, uch ko'ramiz endi. Va o'rtoqlar, bu mashina vashtiy zo'r ekan. Davaychi endi orqalarini ko'raylik, ishtimo bo'lmaganmi? Orqalariga ham ishtimo bo'lmagan, nomeri ham yo'q ekan bu mashinani. Endi ana bu yerda nima qilishni bilmayapman.
Ancha o'tirib bekitib qo'ygan yaxshi. Bu mashina birovga berilgan bo'lsa, men hozir bu mashinani olib qo'ydim. Shuning uchun bekitib qo'yganmiz o'rtoqlar. Yo'q. Men juda ham qo'rqyapman, chunki bu mashina meniki emas. Davay, endi mashinamizni oldiga boramiz. To'g'ri, bu meni mashinamdan emas. Dunning mashinasini. Lekin endi o'rtoqlar nima qilishni bilmayapman. Bu mashinani men topib oldim, demak bu meniki bo'ladi. Bu mashina menga. Davay, endi minab ko'raman. Hozir qishloqdek qorong'u, shuning uchun sekinroq minamiz, chunki qishloqlar o'g'irlanib ketishi. Qishloqlarni ko'ryapman men. Shuning uchun bu sekinroq o'g'irlanaman. Mana shunday menga qulayroq bo'lishi. Ba'zilarga qishloqlar biroz juda tashqarida yurishadi. Boshqa tomonimga qo'yib qo'ygan manimcha yaxshiroq. Mana o'rtada cho'tki bo'ldi. Endi bu mashinani men o'zimga olib qolamanmikin yoki qaytarib qo'yib qo'ysammikin? O'rtoqlar nima deysizlar? Sizlar ham kommentariyaga yozib qo'yinglar. Bu mashinani o'zimda olaymi yoki turaversinmi? Lekin juda ham chiroyli mashina ekan. BMW. Vashti chiroyli mashina va salonlari ham vashti juda zo'r. O'rtoqlar kommentga yozinglar va like bosib qo'yinglar. Mana shu mashinani o'zimga olib qolaymi yoki yo'qmi? Davay, qishloq meni kuzatib turibdi. Sekin bilmagan joyga ketamiz. O'rtoqlar, endi esa shu bilan videomiz tugaydi. Keyingi videolarda ko'rishguncha va keyingi videoda mana shu kommentni o'qiyman va men mashinani olib qolamanmi yoki uni o'z joyiga qo'yib qo'yamanmi? Sizlar hal qilasizlar, kommentariyaga yozinglar. Hammalaringga xayr.